Mashhur bir psixolog aytgan ekan, stress ikki asosiy sababdan kelib chiqadi: yo'qotish qo'rquvidan va jarohat olish qo'rquvidan. Lekin hayot davomida baribir hammamiz vaqti bilan yutqizamiz. Hamma jarohatlanadi. Buni to'xtatib ham nazorat qilib ham bo'lmaydi. Unda nima qilishimiz kerak? Bu savolga javob Ibrohim alayhissalomning duolarida yashiringan. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Ehtimol siz bu duoni ilgari eshitgandirsiz. Hasbunalloh, Alloh menga kifoya degani. Ammo ni'mal vakil degani nimani anglatadi? U zot hamma narsani mukammal tasarruf qiluvchi zot degani. Vakil bu sizning nomingizdan qaror qabul qila oladigan odam. Siz Allohni o'zimga vakil qildim deganingizda, bu menga nima bo'lishini u hal qiladi deganingizdir. U menga eng yaxshisini ravo ko'radi. Men esa barchasiga rozi bo'laman. Ochig'i biz hayotda hamma narsani boshqara olmaymiz. Qanchalik harakat qilmaylik, ba'zi narsalar bizning qo'limizda emas. Ana shunday paytlarda bu duo bizga yordam beradi. Agar biz shunday desak: "Ey Alloh, men qo'limdan kelganini qildim. Endi natijani senga topshiraman. Chunki sen mendan ko'ra yaxshiroq bilguvchisan. Sen qaroring doimo menikidan afzalroq. Senga bo'ysunaman. Sening o'zing menga kifoya. Barcha ishlarimda senga tavakkal qilaman" deb aytsak, o'sha lahzada xotirjamlikka erishamiz inshaalloh.